Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Bir dinsiz kofir inson savol beribdi. Islomga qiziqqan shekilli. Alloh taolo bu kishini islomga hidoyat qilishini so'rab qolamiz. Savolim bor edi. Alloh bormi? Alloh qayerda? Biz Allohni qanday taniymiz? Allohni nega ko'rmaymiz degan savollarni beribdi. Bu inson Alloh taoloni bilishligi uchun atrofiga bir qarashlik kerak. Ya'ni Allohni tanishlik, shariatda Allohni tanishlik uchun bir necha marhalalar bor. Alloh taoloni biz avvalambor aql bilan, fitrat bilan va shar'iy kavniy oyatlar va shar'iy oyatlar bilan taniymiz. Lekin inson Allohga ishonmagani uchun, Alloh bor yo'qligini bilmagani uchun bu insonga va shariatni, Qur'on va sunnatdagi oyatlarni faqat musulmonlar qabul qilganligi uchun avvalambor aql haqida gapiramiz. Inson mana bu kavnga, mana bu atrofidagi tabiatga, barcha atrofidagi narsalarga qaraydigan bo'lsa, bu koinotni yaratuvchisi va boshqaruvchisi borligini ozgina bo'lsa-da aql yuritsa biladi. Bu shunday bir chiroyli dunyo, mana shunday bir har xil daraxtlar, hayvonlar, osmon, kecha va kunduz almashishligi, quyosh va oy almashishligi, fasllar almashishligi, mana bu narsani hammasini boshqaruvchisi borligiga inson aqlni yuritsa biladi. Hech qachon bu narsalar o'z-o'zidan kelib chiqib, o'z-o'zidan yaralib, yo'qdan bor bo'lib turib, mana shunday bir chiroyli nizomga, chiroyli tizimga tushib qolmaydi. Alloh taolo oyatda aytayaptiki, va fil ardi ayatun lil muqinin. Yerda aql yurituvchi, aqllilar uchun oyatlar bor. Ya'ni Allohni yolg'izligiga, Allohni borligiga dalil bo'lgan bir alomatlar, oyatlar bor. Va fi anfusikum afala tubsirun. O'zingizlarda ichingizlarda ham, sizlarda ham oyatlar bor. Inson o'zini holatiga qarasin. Qo'liga, yuragiga, tomiridan qon oqishligiga, ko'zini ko'rishligi, quloqini eshitishligi, mana bu hammasini inson qaraydigan bo'lsa, hayvonlarga qaraydigan bo'lsa, qanday qilib bu hayvon farzandini tug'ishligi, bunga mehr berishligi, bir yerga bir urug' ekamiz, bir xil, yer bir xil, suv bir xil. Bir joydan olma o'sib chiqadi, ikkinchi joydan nok o'sib chiqadi. Mana bu narsani boshqaruvchisi bo'lmasa, bu daraxtni parvarishlaydigan bir zot bo'lmasa, bu o'z-o'zidan bo'lishligi mumkin emas. Bu narsa yaratuvchi borligiga, boshqaruvchi borligiga dalil bo'ladi. Balki Alloh taoloning borligini har bir inson fitratida biladi. Bu aql birinchi dalil bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi dalil fitrat. Fitrat degani inson ichidagi shunday bir xislatki, buni o'zgartirishligi mumkin emas. Masalan, inson ovqat yemoqchi bo'lsa, og'zi bilan ovqat yeydi. Bu fitratan inson biladi. Inson tug'ilishligi bilan og'zi bilan ovqat yeydi. Tug'ilishligi bilan qulog'i bilan eshitadi, ko'zi bilan ko'radi, qo'li bilan ushlaydi. Bu fitratdagi insonni o'rgatmasa biladigan narsalari. Mana shu fitratlardan biri yaratuvchisi, yolg'iz Robbisi borligini bilishligi. Dunyodagi eng Alloh yo'q, Xudo yo'q degan inson ham bir qiyinchilikka tushadigan bo'lsa, o'zi majbur holatda qo'lini ko'tarib, "Ey Robbim" deb duo qilib qoladi. Bu narsaga biz hayotda ham tajribada ko'rganmiz va Alloh taolo oyatda ham agar kemaga minsalar, Allohni esdan chiqarib, o'zlarining xudolariga duo qilishar edi. Alloh taolo ularga to'fon yuborib, suv toshib, bir qiyinchilik kelgan paytda idahum to'satdan ular, "Ey Robbim, agar bizga nusrat, najot beradigan bo'lsang, senga shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb qoladi. Hayotda ham eng xudosiz bo'lgan inson qiyinchilik kelgan bo'lsa, o'zi bilmagan holatda qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Robbim, yordam bergin" deb qoladi. Bu fitratdagi Robbisi bor, yaratuvchisi borligi bo'lgan bir alomat, bu fitratlarda insonlar qalblarida ham bitilgan. Va shar'iy oyatlarda ham va kavniy oyatlarda ham Alloh taolo mana bu osmon va yerlarni yaratib qo'yishligi, osmon va yerlarni nizom qilib qo'yishligi, tizim qilib qo'yishligi, bular hammasi Alloh taolo borligiga, Alloh taolo mana bu narsa yaratuvchi va boshqaruvchi ekanligiga dalil. Alloh taolo oyatda ham, shar'iy oyatlarda ham, Rum surasining 8-oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Avalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallohu as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq." Bular tafakkur qilib, o'ylanib ko'rishmaydimi? O'zlari haqida, ya'ni jasadlari, o'zlarini atrofidagi narsalar haqida bir o'ylanib ko'rishmaydimi?
Alloh taolo osmoniy yerlarini va osmoniy yerlarni va osmoniy yerdagi o'rtasidagi bo'lgan narsalarni faqat haq narsa bilan yaratdi. Bu bekordan bekor o'zidan o'zi yaratib qolgani, yaratilib bor yo'qdan bor bo'lib qolgani yo'q. Va inna kaseeran minan nasi bi liqa'i robbihim lakafirun. Odamlarning ko'pchiligi Robbisi bilan yo'liqishligiga kofir bo'lishadi. Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz osmoniy yerlarda, ufuqlarda, osmoniy yerda o'zlarining ichlarida bir haqni ko'rsatishda davom etaveramiz, hatto ularga haq bayon bo'lmagunicha. Bugungi kungacha Qur'onda zikr qilingan oyatlarning haq ekanligini nafaqat shar'iy oyatlar bilan, balki kavniy, tibbiy, aqliy oyatlar bilan, aqliy dalillar bilan bugungi kundagi hamma ulamolar, tib ulamolari bo'lsin, fiziya ulamolari bo'lsin, boshqalari bo'lsin, bu Qur'on haq ekanligini, Alloh taolo aytgan so'zlarni haqiqatan bugungi kunda yildan yilga kashf qilib kelishyapti. Shuning uchun Alloh taoloning borligida shak qiladigan inson bu o'zi aslida o'zini o'zi aldayotgan insondir. Allohning borligida shak qilinmaydigan narsa. Allohning borligi shak qilinmaydigan narsadir. Balki xudosiz bo'lgan, xudo yo'q degan inson ham chin dilida, qalbini ich-ichida Alloh borligini bilib turadi. Endi Allohni qanday taniymiz degan savoliga esa, Alloh taolo tanishlik uchun biz Allohni yaratgan ulug' maxluqotlariga qaraydigan bo'lsak, atrofimizdagi chiroyli narsalarga qaraydigan bo'lsak, mana shuning yaratuvchisi yanada chiroylilorligini bilamiz. Mana shuning yaratuvchisi yanada buyukrog'ini bilamiz. Shunday buyuk, chiroyli narsalarni yaratgan zot bundan-da buyukroq, bundan-da chiroyliroq bo'ladi. Alloh taoloni biz oyatlari bilan taniymiz. Alloh taolo oyatda o'zining ism sifatlarini, Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislarda ism sifatlarini aytib o'tib ketganlar. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo chiroylidir, chiroylini yaxshi ko'radi. Innalloha azizun hakim. Alloh taolo aziz, hakim bo'lgan zotdir. Alim bo'lgan. Qur'onda Alloh taoloning sifatlarini, ismlarini chiroyli tarzda bayon qilib ketgan. Bu narsalar bilan biz taniymiz. Mana bu o'liklarning ichida, mana bu bir qiyinchilik holatda ko'rib, bir ayol kishini farzandini izlab yurganini ko'rib, mana buni ko'rdinglarmi? Alloh taolo sizlarga mana bu onani farzandiga bo'lgan mehridan ham ko'ra, sizlarga Alloh taolo mehribonroq dedi. Kofirlar ertayu kech Alloh taoloni so'kib, Allohning farzandi bor, Allohning ayoli bor, ba'zilar esa Alloh yo'q deb, ba'zilar esa Allohning ustidan kulib, shuncha kufr qilsa ham Alloh taolo bularga sabr qilib, bularga hatto ba'zilarga hidoyat berib qo'yishligi bu Allohning qanday buyuk sifatlarga egaligini mana shundan ham bilamiz. Allohni tanishlik uchun biz soatlab, yillab gapirishimiz mumkin, baribir Allohni tanishlikda bir muayyan chegarani qo'ya olmaymiz. Alloh taoloni tanishlik uchun inson Allohni tanishlikka harakat qilishi kerak. Endi oxirgi savoli, Allohni nega ko'rmaymiz desa, bunga biz qisqacha javob beramizki, bu dunyo imtihon dunyosidir. Allohga iymon keltirganlar bilan Allohga iymon keltirmaydiganlar o'rtasini ajratadigan dunyodir. Agar hamma Allohni ko'rgan bo'lganida bu dunyoda kofir qolmagan bo'lar edi. Balki insonda iymon keltirishligini eng katta sharti, eng katta bir to'sqinligi bu insonni ko'rmasdan, bilmasdan g'ayb narsaga iymon keltirishligi. Mo'min bilan kofirni ajratib turadigan narsa bu g'aybga iymon keltirishlik. Agar hamma Alloh taoloni ko'rganida, mo'jizalarini ko'rgan bo'lganida bu dunyoda kofir qolmagan bo'lar edi. Shuning uchun bu mo'minlarda o'zi eng katta sifati ko'rmagan narsasiga iymon keltirishlik. Alloh taolo Baqara surasining boshida Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. Mo'minlarning birinchi sifati g'aybga iymon keltiradi dedilar. Ya'ni ko'rmasdan, bilmasdan turib iymon keltiradi va iymonning o'zi hikmati ham mana shunda. Hamma Allohni ko'rganida, qaytarib aytamiz, dunyoda kofir qolmagan bo'lar edi. Balki barcha ko'rib turgan narsasiga iymon keltirgan bo'lar edi. Shuning uchun bu so'ragan
bu savolni so'ragan insonga hidoyat so'rab qolamiz. Alloh taolo iymon keltirib mo'minlardan bo'lishligini so'rab qolamiz. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.